Shaxsiy brend qilish to'g'rimi yoki bozorga topshirish to'g'rimi? 7 yil davomida ikkovini ham sinab ko'rdim. Bozorga tilla qoshlarimni 50 mingdan topshirib, shunaqa qiynalib yashadim. Qo'l ishlarim yerga urilib, so'ng bilim oldim va shaxsiy brendimni yaratganimdan so'ng haqiqiy muvaffaqiyat boshlandi. Qancha ayollar meni tanidi, sotuvlarim oshdi. Katta sotuvlar qilishni boshladim, chet ellarga yubordim, moliyaviy erkinlikka erishdim. 1 yil ichida oddiy telefondan iPhonegacha bordim. 8 potok kursimda 3000 dan ortiq ayollarga uyda o'tirib taqinchoq yasab daromad topishni o'rgatdim. Nafaqat hunar, balki ularga zakaz olib, shaxsiy brendlarini yaratishni ham o'rgatdim. Nafaqat O'zbekiston, balki Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Rossiyadan ham o'quvchilarim bor. Endi navbat 9-potokka. Bizga yozilgan 30 ta insonga boshlang'ich ish qurollarini bepulga sovg'a qilib jo'natamiz. Buning uchun quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali bog'lanib kursga yozilishingiz mumkin.